Fitr sadaqasi Ramazon oyiga tegishli bo'lgan sadaqa. Uni ham aytib o'tamiz. 2 kilo bug'doy 10 ming so'm. Kishi boshiga 10 ming so'mdan. 4 kilo arpadan olinsa 16 ming so'mga to'g'ri kelyapti. 2 kilo mayizdan olinsa 110 ming so'mga to'g'ri kelyapti. 4 kilo xurmodan olinsa 180 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Fitr sadaqa beradigan odamlar mana bu qiymatni xohlagandan beradi, imkoniyatiga qarab. Imkoniyati zo'r, boy badavlat. Ana shu qimmatidan bersin. Ro'za tutolmaydigan kasallar bor. U kasallar tuzatib ro'zasini, qazosini tutishlikka umidi uzilgan. Masalan, surunkali kasal yoki yoshi o'tib qolgan kasal. Ertaga u inson yosharib qolmaydilar. Qazosini tutishlikdan umidi yo'q. Ularga fidya berishlik lozim bo'ladi. Tutalmagan kuni uchun fidya beradi. Tutalmagan kuni uchun beradigan fidyaning miqdori mana shu fitr sadaqaning miqdoridir. U ham holatga qarab. Kimning holati yaxshi bo'lsa, boy badavlat bo'lsa, kattaroq qiymatini oladilar. Kimdir holi o'ziga yarasha bo'lsa, o'shanga yarasha qiymatni oladilar.